Agar siz mehmonxona egasi bo'lsangiz, значит juda ham ko'p pul yo'qotyapsiz, chunki mijozlarni ushlab qololmayapsiz. SEO davridan GEO davriga o'tilyapti, ya'ni odamlar Google dan so'ramayapti yoki booking.com ni o'ziga kirib so'ramayapti. To'g'ridan to'g'ri ChatGPT, Gemini yoki DeepSeek dan so'rayapti. ChatGPT dan hozir so'rab ko'rdim, eng zo'r otellarni menga chiqarib berdi va bor yo'g'i 19 tagina otel chiqardi. O'zi Toshkentda umumiy nechta otel bor desam 1,5 mingtadan ko'p. Bu tabiiyki otel, guest house'da va kichkina o'sha accommodationlar ham ichiga kirib ketadi. Agar siz hozirgi paytda mana shu GEO ni Generative Engine Optimization ni kuchaytirmasangiz, значит ko'p pulni просто tak havoda qoldiryapsiz degani. Va hozirgi paytda ChatGPT faqat mana bu optionlarni ko'rsatyapti, lekin qolgan otellarni ko'rsatgani yo'q. Agar sizni mehmonxonangiz bu listning ichida bo'lmasa, kommentariyaga otel deb yozib qoldiring va sizni biznesingizni onlayn ko'rinishini to'liq ko'rib chiqamiz, birgalikda audit qilamiz. Aytgancha foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.